$1000 sotilyapti turgan katyolimiz narxlari tushgan. Hozirgi kunda ko'rib o'tasizlar. Narxlarini batafsil videoning oxirida aytib o'tiladi. Hozir esa katyolimizdagi bor qulayliklarni ko'rsatib o'tamiz. 1 kilovatli laterli stabilizator bonusiga двойной reduktorli 220 motor, uncha-muncha 4x4, 5x5 reykalarda videosi ham bor. Qo'yganmiz, sindirib bemalol sindirib olib kirib ketadigan holatda. Bunkerimiz orqada katyol namlamasligi uchun havo purkagichlari bilan. Xo'p. Tejamuz brendida telefon nomerlarimiz, miyasi, aqlli katyolimizni. Bu katyolimiz ham teplaminlik qilingan, ham turbalar bilan qilingan. 8 lik garlikasi ko'rib turganlaringdek qalin listdan qilingan. Tepa qismi ham turba qilingan. Xudo xolasa katyollarimiz issiqlik ushlab qolish bo'yicha, rasxod bo'yicha umuman qolishmaydi. Zavodskoylardan juda chiroyli holatda ishlangan. Bemalol olib chiqasizlar. Narx hozir kunda 15 kilovatligimizda $900 qilib qo'ydik. $100 narx tushdi. Undan tashqari bu joyda ham, ishxonaning o'zida ham va do'konlarimizda ham bor. 1,5 kvadratgacha, 110 kvadratdan 1,5 kvadratga katyollarimiz bor. Tayyor. Aloqachi qurilish O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bepul yetkazib beriladi. Telefon nomer doimgidek ekranda.